Dunyoga dunyo kerak. Shuning uchun pul topish farz hisoblanadi. Majbur balog'at yoshiga yetib maktabni bitirib oyoqqa turgan erkak pul topmasa gunoh yoziladi unga. Nimaga? Chunki bizga go'dayligimizda nima qilgan bo'lsa, otamiz, onamiz, shuni biz ziyodasidan qaytarib qo'yishimiz kerak. Islom shu, din shu. Agar o'g'illar, farzandlar bo'lib turib ota-ona pensiyani kutib yashab o'tirsa, agar o'sha o'g'il nogiron bo'lmasa, jinni bo'lmasa, ishlayapti-yu, oz joyda oyliklik bilan ishlamayotgan bo'lsa, o'sha o'g'ilga gunoh yoziladi. Nimaga? Dadasini, onasini muhtoj qilib qo'yganligi uchun. Sharoiti bor, kuch-quvvati bor, kalla joyida, lekin dangasa. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom dangasani Xudo yomon ko'radi degan.